Xitoydan zakaz qilgan shirinliklarimni yeb ko'raman. Nima bu? Xil sabzavot va mevalarni quritilgani, chips qilingani. Nima bu? To'g'risini aytsam, menga misol unda mana bunaqa pechenkaga o'xshagan bodomli oddiy biskvitli pechenye. Hozir o'sha shokoladnisini yeb ko'raman. Ham oddiy pechenye. Ko'chigini ochaman. Kokos mazasini sezmayapman. Ham bo'linib ketdi. O'sha oddiy pechenye o'rtasiga keshuv qo'yilgan. Nechun особенного? Undan 5 qilaman. Oddiy pechenye. Uyda o'zimiz tayyorlaydigan oddiy pechenye. O'zimcha PP shokoladda aytganman, 72%li. Shuni faqat anaqani o'zi, shokoladni o'zi. Yaxshi, yomon emas. Oddiy shokolad. Buni sal kattaroq deb o'yladim. Hamma olgan narsalarimni uzluklari rosa ko'p. Oddiy qanaqadir kiloli shokolad. Unaqa kukislarni yeb ko'raman. Oddiy shokoladli pechenye. Oddiy shokoladli pechenye. Bu ham. Atilabdan kam qo'y. Kam-kamdan olganman. Mazasini yeb ko'rib, keyin sipar qaysini zakaz qilishim. Menga mashinasi ko'proq yoqdi. Ustida suxa fruktlar bor ekan. Menga shuncha yoqmadi. Oddiy pechenye. Tak, Xitoyda ham shirinliklar o'sha ekan. Prosta ularda ancha arzon ekan. No, sifati yaxshi, yomon emas, lekin na vkusi tsvet menga mazasi bir xillarniki. Uncha mana bunaqa nabordan boshqa olmasam kerak. Bundan olaman. Qora oddiy shokolad har doim yaxshi. Mana bu kukislarni bir xil mazalari yaxshi, bir xillari unchalik yoqmadi. Mana bu shokolad ham yomon emas ekan. Chipsi bunaqaligini boshqa olmayman. Eski yo'q. Yoqmadi.